Berilgan tengliklarga ko'ra alfa burchak qaysi chorakda bo'lishini aniqlang debdi. Mana 11-misol ishlamoqchi bo'lsak, model qanaqa ochilgan? Shunday. Ha? Shunday tashlab yuborilgan. Shunday tashlab yuborilgan. Shunday tashlab yuborilsa, Musbat. musbat deyilar ekan, ha? Qaysi oraliqqa tegishli bo'ladi desa mana. 1 bilan 2. Metga yozib qo'yamiz. Bo'ldimi? Yoki bo'lmasa mana kosinus mana uni ishlaydi. Kosinus ishorasi musbat, musbat. Manfiy, manfiy. Tangens ishorasi. Minus, minus. Qaysi chorakda bo'lgan? 1. Ha? Minus ochilsa. Birda o'zida Ochilsachi. bu ham musbat ekan. Birda bu ham musbat ekan. Shuna bo'pti. Endi yaxshilab e'tibor bersalaringizda 2 ham bo'laveradi. Nimaga? Ishorasi. Sababi 2 da mana u manfiy, mana u ham manfiy. Manfiyga manfiy ko'payib ham musbat bo'ladi. Bildingizmi? Minus deychi domla. Qaytaymi? Minus ochilyapti-yu hozir. Mana umi? Mana unga qarab fikrlaysiz. Mana umi? Shunga qarab fikrlaysiz, mana unga. 2 bilan 4. Manfiy chiqishligi uchun mana. Bildingizmi? Endi yana kengiz. Mohiyat jihatdan ishlanadigan misollar ekanda. Birli aydana chizamiz, sinus uchun ham, kosinus uchun ham. Bitta oldinga chizib hammasinikini qo'yib olsalaring, sinus, kosinus, yana nima? Tangenusnikini chizib oldinga qo'yib olib, bemalol ishlasangizlar bo'lar ekan. O'rtaga joylashtirishim kerak shuni. Mana bu sinus uchun chizdim. Copy. Paste. Kosinus uchun chizdim. Sinusda 1 bilan 2 bu minus. Kosinusda 1 bilan 4. minus minus. Manfiy chiqishligi uchun qat bo'lishligi kerak. Manfiy chiqishligi uchun 2. 2 bo'lish kerak, to'g'ri. 2 da bu musbat, bu 2 da manfiy. Ko'paysa manfiy. Shu qatdan voz chiqyapti, qaranglar. A bundan? Yo'q, 17 dan chiqyapti. Razvedkani. Asl 5 ko'ringchi u yerda.